Bugun bolalarda uchraydigan eng ko'p sonli kasalliklardan biri bo'lmuş enurezlar haqida gaplashamiz. Xo'sh, enurez o'zi nima? Enurez bu bolalarda va kattalarda ham uchraydi. Enurez bolalarda siydik ajralishini nazorat qila olmaslik bilan namoyon bo'ladi. Enurez asosan tungi paytlarda bo'lgan, ya'ni bola uyqu vaqtida sodir bo'lganligi uchun tungi enurez deb nomlanadi. Sabablariga keladigan bo'lsak, turli xil nazariyalar mavjud. Ya'ni ayrim nazariyaga ko'ra bu kasallik nasliy, boshqa nazariyalarga qaraydigan bo'lsak, bolada shu bolalik davrida o'tkazilgan psixologik travmalar bilan bog'liq. Yana bir nazariyaga keladigan bo'lsak, bu homiladorlik davrida yoki bolada o'tkazilgan kasalliklar natijasida markaziy asab sistemasining zararlanishi tufayli kelib chiqadi. Bemorlar asosan shikoyati tungi vaqtlarda uyquda bolalarni peshob ajralishini nazorat qila olmasligiga shikoyat qilishadi. Bu kasallik qachondan diagnostika qilinishni boshlaydi? Bolalarda odatda 5 yoshgacha siydik ajralishini tunda nazorat qila olmasligi norma deb hisoblanadi. Ya'ni bu tabiiy hol bo'lishi mumkin. 5 yoshdan so'ng enurez tashxisi qo'yiladi va davolash choralari ko'riladi. Dunyo bo'ylab isbotlangan tibbiyotda bolalarda enurezlarni davolashda 2 xil metodika mavjud. Birinchisi bu bolani uyg'otish va hojatga chiqarish. Bu bola uxlayotganda tun yarmida bola uyg'otiladi hamda hojatga buyuriladi. Ushbu holat bolani reflekslarini shakllantirishga yordam beradi. Ikkinchi holatga keladigan bo'lsak, ikkinchi metodika bu suyuqlik miqdorini nazorat qilish va tungi vaqtlarda cheklash. Ushbu holatda kunning ikkinchi yarmida suyuqlik miqdori cheklanadi yoki to'xtatiladi. Bundan tashqari biz uchun samarali bo'lgan uchinchi metodika ham mavjud. Bu metodika fizioterapevtik muolajalar sanaladi. Hozirgi kunda eng yaxshi fizioterapevtik muolajalardan biri transkranial magnit stimulyatsiyasi, ya'ni TMS. Ushbu holatda enurezlarni davolash uchun eng tezkor va effektiv usullardan biri hisoblanadi. Agar siz va yaqinlaringizda shu kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar Kompas klinikasi. Bizni ijtimoiy tarmoqdan kuzatayotgan bo'lsangiz, savollaringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llashingiz mumkin.